Muhammad Sodiq domla bizlar bilan qanday dars bergan bo'lsa, u tanaffusda chiqib bizlar bilan o'ynardi. Zohidjon domla Qodirov bo'lsin, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf domlalarim bizlarga bergan narsalari hech bir joydan men keyin olmaganman. O paytda Mahad İslami'de odamlar kam edi. Biz birimizni bilar edik. Shu rasmim ismim benim Aldin İncof Dermencev edi. Ustoz yozilgani shu bir şekilde, lekin Ali İbrahim Mahmud deb berdi diplomini bizga. Ana shu. Hech bir narsa bilmagan odamni qanday qilib musulmon qilasiz? Qanday uni musulmon bir tomonga olim bo'lish kerak. Halkıga, Müslümanlarga foydali bo'lishi kerak bu odam. Ular buni menimcha ancha o'zgardilar. Uspeli deyman, desam bo'laveradi. Marhum Muhammad Sodiqqa, Zohidjon Qodirov domlaga, undan keyin boshqa domlalar bor edi. Ular ham shunday sabrli bo'lib, bizlarni, bizim jaholatimizni, bizim tarbiyasizligimizni sabr qilib hammasi kerak narsani bizlarga o'rgatdi. Ustoz. Men u kishiga ustoz, bu yerda to'planganimiz, bir-birimiz bilan tanishganimiz juda yaxshi bo'ldi, lekin endi nima qilishimiz kerak? Bu tanishuv bekorga emasdir. Biror foydali ish qilishimiz kerak, shuni ayting deganman. Ustoz, umringizda ko'rmagan birodarlaringiz bilan tanishganingiz yetarli emasmi deb kulib qo'yganlar. Biz bu ishlarning hikmatini keyinroq anglab yetdik. Ustoz, bizning dunyoqarashimiz keng bo'lishini, butun dunyodagi musulmonlarning muammolarini tushunishimizni, global miqyosda fikrlay olishimizni istagan ekanlar. И потом долгое время у меня это в голове стояло. Agar menda qandaydir xatolik bor bo'lsa, bu ustozimning emas, mening shaxsiy xatoyim bo'ladi. U kishi uchun asosiy narsa Alloh edi. Qolgan hamma narsa shundan kelib chiqadi. U kishi uchun asosiy narsa Qur'on va sunnat edi, ularni o'rganish va hayotga tatbiq etish. Haftaning har dushanba kuni soat 20:00 da Islomuz portalining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tomosha qiling. Hazratni xotirlab, turkum ko'rsatma.